Bilasiz, shu nimangizda, she'rlaringizda har xil mavzu bor, lekin muhabbat uncha ham topilmadi. Bir joyda faqat topdim. Mana shu rasmga taalluqli bo'lgan joy edi. Bu deb atalgan. Shu haqida biroz gapirib bersak va Jamila opamiz ham shu yerdalar, ayolingiz. Shu kishi ham biroz tarixni aytib bersalar degandim. Juda qiziqib qoldik shu joyda. Sen gapirib qolna, maylum? Ha. Bonu endi ussaroq. Ha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar. Birinchi undan boshlay qolaymi? Mayli. Mana bu rasm. Bu o'zi asli bir ro'molcha. Buni ajoyib tarixi bor. 2000-yil begim ko'kisdan qamaldilar. Hech kutilmaganda. Biz uchun juda og'ir yil bo'lgan. Shunda o'sha yili buni bitta o'rtoqlari bilan qilishgan ekan. She'rni o'zlari yozganlar. Hozir she'rni alohida ko'rsatib bermasam tushunmaysizlar. Har qalay meni uydan olib chiqqan bitta narsam shu. 26 yil bo'ldi. Shuni o'zim bilan saqlab qo'ygan bitta narsam shu. Uydan boshqa hech narsa olib chiqib keta olmaganmiz. Hamma narsa qolgan. Alhamdulillah, lekin o'ziga yarasha bir nimasi bor buni, yaxshiliklari. Suratda ko'ryapsizlar, qamoqxonada ekanligi ko'rinib turibdi. Kletkalar va yana qo'lda kisham bor va to'qli simlar hamda atirgulda ham tikanlar bor. Bu bir o'ziga yarasha bir buyuk bir mavzu. Ya'ni har qanaqa qiyinchilikda ham men o'zimni talqinim shunaqa bo'lganki, qamoqda bo'lsam ham senga baribir quvonch ulasha olaman. Qamoqda bo'lsam ham qalbimda xuddi shunaqa bir gulday turibsan. Har qanaqa holatda seni ushlab turibman degan narsani anglaganman va bu menga juda ham kuch bergan. Alhamdulillah. Hozir bu she'rni o'zini ham bir qator ko'rsatib aytib beraman. Mana agar suratni ko'rsanglar. Aha, bunaqalar qilib qopti-da. Buni biroz AI orqali qildim. O'zi biz emasmiz bu rasmdagi. Qamoqxonadan begim oyga qarayaptilar go'yoki va biz u paytda mening ikkita bolam bor edi. Nuriddin bilan Shamsiddin. Biri 9 oylik, biri 2 yoshdan oshganida, 3ga kirmagan edi. Bu bizni suyukli mashg'ulotimiz edi. Kechqurungi zikrlarni qilib, duolarni qilib, oymomani kuzatardik. Begim ham o'sha adajoningiz ham oymomaga qarayotgan bo'lsalar kerak derdik. Qandaydir shu orqali bir suhbatlashayotganday narsani his qilardik. Lekin aytishim kerakki, bu qiyinchiliklar bizni o'zaro rishtalarimizni faqat mustahkamladi. Parchalagani yo'q, faqat yaxshilikka xizmat qildi. Alloh taolo zotan hech qachon zulm qilmaydi. U zotni rejalari o'ta pishiq, o'ta mustahkam. Ana endi she'rga kelamiz. She'rga e'tibor bersanglar, birinchi qator faqat B harfidan iborat 4 ta so'z, ikkinchi qator O harfidan iborat 4 ta so'z va uchinchi qatorda N harflari bor, to'rtinchi qatorda U harflaridan iborat 4 ta so'z. Ya'ni begim meni Bonu deb chaqiradilar. She'rda o'sha Bonu so'zi 4 ta bo'lib kelganda endi bahorim, bahoriy bo'ylaring bois, oppoq osmonini orzuyim ochar. Nurli nigohingdan nozik niholim, uzoqlarga umidim uchar. Mana bu o'sha qo'linglardagi ro'molchada yozilgan bitta she'r. O'sha ro'molchaga yozilgan she'rlardan. Keyingi ikkinchi she'r ro'molchadagi. Endi bunisida har bitta qatorda bitta Bonu so'zi bor. Birinchi so'z B, ikkinchisi O, uchinchisi N, to'rtinchisi U. Bevafo ochunda netay kim umrim, bahor onidagi niholdek ushoq, bas kim oshiqqanim, nechun uyg'og'im, baqo olamida nokerak uloq.
bunga o'xshagan she'rlar, xatlar juda ham ko'p bo'lgan. Biz tinimsiz o'sha xatlar orqali gaplashib turganmiz. Hatto o'sha xatlarni orada tekshirib turgan bir qamoqxonadagi mas'ul shaxslardan biri bir kuni biz o'sha uchrashuvga borgan paytimizda alohida kelganlar. Biz endi cho'chiganmiz, unaqa paytlarda birdaniga shunaqa bir mas'ul odamni kelishligi xavfli edi. Bir yomon narsadan xabar beradi degan vahima bo'lardi. Ko'ksdan kelib shunaqa biz bilan suhbatlashishlari kerakini aytdilar. Biz o'tdik. Shunda aytdilarki, men bilaman xatga birovni xatini o'qish mumkin emasligini, bu xuddi do'zaxga qaraganday narsa ekanligini bilaman deb gapirdilar. Lekin men sizlarning xatinglarni tekshirmasam bo'lmaydi. Bu yerda hamma xatlar tekshirib o'tkaziladi. Men sizga alohida rahmat aytmoqchiman dedilar. Ya'ni meni nazarimda bu Layli Majnun yoki Farhod Shirin yoki o'sha bu yoqda Otabek bilan Kumush, bunaqa muhabbatlar hammasi tugab bitdi edi meni nazarimda. Lekin ko'ryapmanki, bu yashayapti va go'zal bir shaklda deb rahmat aytganlar. Ya'ni shunaqa bir narsa, bu endi tashqaridagi narsa, ammo meni ichimdagi quvvatini buni shunchaki bir hozirgi qisqa suhbatda yetkazib bera olmayman. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Meni Rahmat, sendan ham rozi bo'lsin. Eng katta to'g'ri ishim va Alloh taolaning menga bergan eng katta ne'mati deb anglayman. Alhamdulillah. Rahmat, Alloh ajringizni. Mana shu rasm demak sof muhabbatni ramzi bo'lib qoldi desak ham bo'ladi. 26 yildan beri o'zingiz bilan olib yuribsiz. Alloh o'zi nima qilsin, xayrli qilsin. Natijani ham ko'rsating. Mana natijani ko'rsating. Mana maşallah Mahmudiylar oilasi. O'sha Shvetsiyadagi yangi hayot bu bizni Alloh taolo tarafidan butunlay, ya'ni Shvetsiyadagi hayot biz uchun umuman rejasiz, umuman kutilmagan bir hayot. Alloh taoloning buyuk rejasi. O'sha birinchi qamalishlari ham, ya'ni buni ortida bizni shu yoqlarga kelishimiz bitilgan. Hatto keyin Qirg'izistonda yana qamaldilar. Bir qaraganda bir kulfat bo'lib nima bo'lgan, lekin Xudoyim rejasi shu yerda ekan, shu yerda rizqimiz sochilgan. Shu narsalar kutilmaganda keldik, hech rejasiz. Aslan biz hech qanaqa mablag'imiz ham yo'q edi bu yoqqa kelishga. Hech qanaqa imkoniyatimiz ham yo'q edi. Lekin yo'qni bo'ldiradigan zot bizni shu yerga olib keldi. Mana bugun katta bir oilamiz, 18 ta bo'libmiz. Alhamdulillah.